Salom do'stlar, bugungi videoga xush kelibsizlar. Bugun biz sizlar bilan NovaXI programmasi haqida gaplashib o'tamiz. Ya'ni bu saytda ham, programmada ham mavjud. Bu saytga kirish uchun siz ko'rib turgan videomiz pastga opsiyasi va kommentariyada link qoldiraman. Bemalol o'sha link orqali kirib ro'yxatdan o'tishingiz mumkin bo'ladi. Hozir biz sizlar bilan qanday qilib pul ishlash yo'llarini ko'rib o'tamiz. Ya'ni siz NovaX platformasi orqali siz ko'proq pul ishlab borishingiz mumkin bo'ladi. Buni qanday ishlashni hozir birgalikda ko'ramiz. Xo'p, saytga silka orqali kirganingizdan so'ng sayt haqidagi barcha ma'lumotlar beriladi. Bu yerda hammasini o'qib chiqishingiz mumkin bo'ladi. O'ziga kerakli bo'lgan ma'lumotlar bu yerdan albatta topasiz. Hammasini o'qib tanishib chiqqaningizdan keyin agar sizga ma'qul bo'lsa, bemalol ro'yxatdan o'tishingiz mumkin bo'ladi. Eng tepadagi приложение bo'limiga bosadigan bo'lsangiz, siz Android telefondan foydalanadigan bo'lsangiz, bemalol programmasini ham yuklab olsangiz bo'ladi. Men iPhonedan foydalanganim uchun hozir saytda o'zidan ro'yxatdan o'tib sizlarga ko'rsatib beraman. Saytda o'zidan ro'yxatdan o'tish uchun Zapustit приложение ustiga bosasiz. Programmada ham xuddi shunaqa oyna chiqadi, ya'ni bu yerda ro'yxatdan o'tganingizdan keyin email pользователь yoki email orqali kirishsangiz bo'ladi. Hozir biz yangi ro'yxatdan o'tishimiz kerak. Eng pastda registratsiyadan o'tish bo'limi bor. Ustiga bosamiz. Bu yerda birinchi o'ringa email yozasiz. Ya'ni ism yozasiz, ikkinchi o'ringa parol o'ylab topasiz, uchinchi o'ringa parolni qayta yozasiz va to'rtinchi o'ringa referral kod. Ekraningizda referral kod qo'yaman. Shu referral kod orqali ro'yxatdan o'tadigan bo'lsangiz, sizga qo'shimcha pul mablag'lari beriladi. Buni albatta video davomida qancha pul berishini ko'rib o'tasiz. Xo'p, mana registratsiyadan o'tdik, ya'ni yangi akkaunt ochdik. Endi приложение Google Authenticator orqali o'zingizni maxfiyligingizni, ya'ni nima desam bo'ladi, bu sizni akkauntingizni yanada qo'riqlash uchun imkon beradi. Ko'k tugmani ustiga bosamiz, dalilni bosamiz. Agarda sizda Google Authenticator yo'q bo'ladigan bo'lsa, Play Market orqali yoki App Store orqali yuklab olsangiz bo'ladi yoki skачать tugmasini ustiga bosgan holda yuklab olsangiz bo'ladi. Menda bor. Xo'p, programmaga kirishdan oldin privatniy ключ degan joyini kopirovat qilib olamiz va Google Authenticator programmasiga kiramiz. Bizda Google Authenticator mana Google'da pastda turibdi. Mana shu programma bo'ladi. Ustiga bosamiz. Eng pastda o'ngda plus tugmasi turibdi. Shuni ustiga bosamiz va ввести ключ настройки bosamiz. Birinchi o'ringa ism yozishingiz kerak, xohlagan narsangizni yozishingiz bo'ladi. Misol uchun saytning nomi NovaX shunaqami? Xullas shunaqa yozdim. Xohlagan narsangizni yozsangiz bo'ladi. Ikkinchi o'ringa esa biz ключni qo'yamiz va добавить tugmasini bossak, eng pastda добавить qilindi. Endi ustiga bosamiz. Hozir ko'rsatib o'tay. Mana shu yerda dumaloq vaqt tugaguncha har 1 minutda kod almashtiradi. Ustiga bossangiz kopirovat qilib oladi va saytga o'tgan holda mana shu yo'lga qo'yasiz va отправить bosasiz. Va sizni akkauntingiz ochildi va u juda ham xavfsiz hisoblanadi. Mana promokod kirgizgan holda ro'yxatdan o'tadigan bo'lsangiz, sizga $500, ya'ni $500 teng Nex kriptovalyutasi beriladi. Buni yanada ko'paytirish yo'llari bor. Buning uchun главный bo'limiga o'tamiz. Главный bo'limida juda ham ko'p bo'limlar mavjud. Bundan tashqari Twitter, Telegram, YouTube kanallarni ko'rib turibsiz. Bularga kirib obuna bo'lganingiz uchun sizga yana $500 dan qo'shimcha daromad olib keladi. Buning uchun misol uchun Telegram ustiga bosamiz. Выполнить tugmasini ustiga bosamiz. Va ularni rasmiy guruhlarga kirgizadi. Guruhga obuna bo'lamiz. Ya'ni bu yerda biz so'nggi ma'lumotlarni birgalikda ko'rib borishingiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari siz Twitter va YouTube'ga ham obuna bo'lib qo'ysangiz, sizga qo'shimcha daromad olib keladi. NovaX'ning rasmiy YouTube kanali, bu yerga ham obuna bo'lib qo'ysangiz, sizga yana $500lik NovaX kriptovalyutasi beriladi. Bundan tashqari Twitterga ham obuna bo'lsangiz, yana qo'shimcha daromadga ega bo'lasiz. Xo'p, bu yerda misol uchun mo'y bo'limiga o'tadigan bo'lsak, $1,500 pulimiz bor. Bu $1,500 emas, mo'y aktiv bo'limiga o'tadigan bo'lsak, eng pastda bizni mana $1,500 ga teng, ya'ni bir Nex kriptovalyutasi $1 ga teng bo'lgani uchun bizda hozir $1,500 pulimiz bor. Endi buni yanada ko'paytirish mumkin albatta. Buning uchun главный bo'limiga o'tamiz. Пригласить tugmasini ustiga bosamiz. Bu yerda sizga referalniy kod beriladi. Uni kopirovat qilib olib yokida silkasi beriladi. Silkasini kopirovat qilib olib do'stlaringizga yuborasiz. Do'stlaringiz taklif qilasiz. Sizni kodingiz orqali ro'yxatdan o'tgan do'stlaringiz orqali siz 500 Nex olishingiz mumkin. Do'stingiz ham xuddi shu orqali 500 Nexga ega bo'ladi do'stlar. Ya'ni qancha ko'p do'stingiz taklif qilsangiz, shuncha ko'p Nexni qabul qilib olishingiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari rinq bo'limida siz bozorda haqiqiy real vaqtdagi narxini ko'rib borishingiz mumkin bo'ladi. Barcha kriptovalyutalar narxi ko'rsatib boriladi. Bu yerda boshqa bo'limlar ham bor. Bular bilan ham albatta tanishib o'tamiz va bu pullarni qanday qilib yechib olishni keyingi videolarda ko'rsatib boraman. Shuning uchun bizning kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'ying va keyingi videoda albatta birgalikda pul yechib olish haqida ham gaplashib o'tamiz. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr.